Assalomu alaykum. Hidoyat yo'lini tanlagan, qalbida iymon nuri porlagan aziz muslimalar. Allohim boshlagan ishlaringizni xayrli qilsin. Osongina o'rganib olishni nasib etsin. Namozda bardavom qilib, dargohiga qabul qilsin. Bugun sizlar bilan ayollar namozi qanday o'qilishini o'rganamiz inshaalloh. Ayollar namozlarini ovoz chiqarmay, ichlarida pichirlab o'qiydilar. Bomdod namozi 2 rakat sunnat va 2 rakat farzdan iborat. Namoz boshlashdan avval quyidagicha niyat qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Bomdod namozining 2 rakat sunnatini qiblam bo'lmish muqaddas Ka'ba tarafga yuzlanib, xolis Alloh taolo uchun o'z vaqtida o'qimoqlikni niyat qildim. Allohu akbar deb qo'llarini yelka barobar ko'taradilar. Bu holat takbir deb ataladi. O'ng qo'lni chap qo'l ustida tutib, ko'krak ustiga qo'yadilar. Bu holat qiyom deb ataladi. Sajda qilinadigan joyiga qarab sano duosi o'qiladi. Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Har rakatda birinchi bo'lib Fotiha surasi o'qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fotiha surasidan keyin o'qiladigan sura Zam sura deb ataladi. Siz bunda xohlagan sura, masalan, Ixlos surasini o'qishingiz mumkin. Qul huvallohu ahad. Allohu samad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Zam sura o'qilgandan keyin Allohu akbar deb ozroq egiladilar. Tizzalarini bir oz bukib, barmoqlarini jamlab, tizzalarini tutadilar. Bu holat ruku deb ataladi. Ruku holatida 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytadilar. Rukudan Sami'allohu liman hamidah deb qad ko'taradilar. Qad ko'tarish holati qavma deb ataladi. Qavma holida turganda Robbana lakal hamd deb aytiladi. Allohu akbar deb avvalo tizza, keyin qo'llar, so'ng peshona va burun yerga tekkizilib sajda qilinadi. Va 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tarib, tiz cho'kkan holda
oyoqlarini o'ng tarafdan chiqarib bir oz o'tiradilar. Bu holat jalsa deb ataladi. Va Allohu akbar deb ikkinchi bora sajdaga boriladi. 3 marta subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb aytiladi va Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi. Shu bilan birinchi rakat tugab, ikkinchi rakatga turiladi. Qiyom holatida Fotiha surasini o'qiydilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim valaddallin. Ketidan Zam sura, masalan Nas surasi o'qiladi. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allohu akbar deb ruku qilinadi. Rukuda 3 marta subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim deb aytiladi. Sami'allohu liman hamidah deb qad ko'tariladi. Tik turgan holatda Robbana lakal hamd deyiladi. Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marta subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi. Bir oz o'tirilib Allohu akbar deb ikkinchi bor sajda qilinadi va 3 marta subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tarib tiz cho'kib o'tiriladi. Bunda qo'llar son ustida, barmoqlar tizza bilan teng, oyoqlar esa o'ng tarafdan chiqarilgan holatda o'tiradilar. Bu holat qa'da deb ataladi. Qa'da holatida at-tahiyatni quyidagicha o'qiydilar. At-tahiyatu lillahi was-salavatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketidan salovat o'qiladi. Allahumma solli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ketidan Robbana duosi o'qiladi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar.
So'ng avval o'ng yelkaga, keyin chap yelkaga salom beriladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb namoz yakunlanadi. Shu bilan bomdod namozining 2 rakat sunnati ado etilgan bo'ladi. Bomdod namozining 2 rakat farzi ham 2 rakat sunnat tartibida o'qiladi. Faqatgina niyatda farq qilinadi. Farz namozini o'qishdan avval quyidagicha niyat qilinadi. Bomdod namozining 2 rakat farzini qiblam bo'lmish muqaddas Ka'ba tarafga yuzlanib, xolis Alloh taolo uchun o'z vaqtida o'qimoqlikni niyat qildim. Allohu akbar deb takbir aytiladi. Qiyom holatda turib sano duosi o'qiladi. Subhanakallahumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk. Sano duosi o'qilgandan keyin Fotiha surasi o'qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Fotiha surasidan keyin biror zam sura, masalan, Kavsar surasini o'qishingiz mumkin. Inna a'toynakal kawsar fasolli li robbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Zam sura o'qilgandan keyin Allohu akbar deb ruku qilinadi. Ruku holatida 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytiladi. Rukudan Sami Allohu liman hamidah deb qad ko'tariladi va qavma holatida Robbana lakal hamd deb aytiladi. Allohu akbar deb sajda qilinadi va 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi va bir oz jalsa holatida o'tiriladi. Allohu akbar deb 2 marta sajdaga bosh qo'yiladi. 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi va Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi. Shuning bilan 1-rakat tugab 2-rakatga turiladi. Qiyom holatida Fotiha surasi o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta 'alayhim
g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Ketidan Zam sura, masalan, Falaq surasini o'qishingiz mumkin. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Allohu akbar deb ruku qilinadi. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytiladi. Sami Allohu liman hamidah deb qad ko'tariladi. Tik turgan holatda Robbana lakal hamd deb aytiladi. Allohu akbar deb sajda qilinadi. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi. Jalsa holatida bir oz o'tirilib, Allohu akbar deb ikkinchi bor sajda qilinadi va 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tarib qa'da o'tiriladi. Qa'da holatida at-tahiyatni o'qiladi. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uning ketidan salovat o'qiladi. Allahumma solli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Uning ketidan Robbana duosi o'qiladi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. So'ng avval o'ng yelkaga, keyin chap yelkaga salom beriladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shu bilan 2 rakat farz ham ato etilgan bo'lib, bomdod namozi tugaydi va duoga qo'l ochiladi. Aziz muslimalar, bomdod namozini mukammal o'zlashtirib olganingizdan so'ng, keyingi darslarimizda namozdan keyin o'qiladigan oyat, zikr va salovatlarni o'rganamiz inshaalloh. Chunki aynan bomdod namozini o'qib bo'lgandan keyin to quyosh ko'tarilguncha joy namozdan turmasdan Allohning zikrida, shukrida, ibodatida bo'lish juda ham fazilatli amal hisoblanadi.
Agar siz biron surani yodlashga qiynalsangiz, buning uchun xafa bo'lmang. Islom dini insonlar uchun yengillikni ravo ko'radi. Fotiha bilan o'zingizga eng yengil va oson yodlanadigan biron surani o'qib, namozni boshlab olishga harakat qiling. Qolgan suralarni bamayli xotir namoz o'qish davomida Allohning yordami bilan yodlab olasiz inshaalloh. Keyingi darslarda uchrashguncha omon bo'ling. Allohga omonat bo'ling.